Zavarnoy krem tayyorladim. O'chirganman. Zavarnoy kremga masla soldim. Qotib qolmasligi uchun aralashtiryapman o'shancha. Men yaxshi ko'rgan, juda ham yaxshi ko'radigan zavarnoy krem. Tuxum, shakar, sut, un, kraxmaldan tayyorladim. Aralashib bo'ldi. Bu yerda pechenyeni maydalab, mana bu krember pechenye, tvorojniy pechenyesidan foydalandim. Maydalab listga yoyib olganman. Hozir kremimni quyaman. Shunga hayron bo'lgandim, atayin yog'li tvorojniy krember nimasidan foydalangandim. Qanday qilib tekis nima qilsa bo'ladi deb harakat qildim. Ustiga pechenyelar ustiga tekis qilib yoyishga, lekin ba'zi bir joylar mana bunaqa aralashib ketishiga oz qoldi. Endi tayyor bo'lganda o'ralishini kuzatamiz. Ozgina sovmabdi shekilli. Ruletiklarim uncha o'xshamadi. Birinchisi o'xshamagancha o'zim yeb qo'ydim. Lekin ta'miga gap yo'q, ta'mi zo'r bo'ldi. Ozgina qatib olsin, balki chiroyli o'ralar. Mana qatibdi. Ruletiklarimni o'rayapman. Mana ikkitasini qo'ydim. Birinchi marta qilishim. Lekin birinchisiga nechun normal.